Mehmon kutganda ko'chada shirinlik sotib oladigan kelinlarni umuman tushunmayman. Chunki shunaqangi oson, kamxarj uy sharoitida tayyorlanadigan shirinliklar bor. Sizlar haliyam qayoqdagi shirinliklarni ko'chadan pulga sotib olib yuribsizlar. Maqtanishmas, bunaqangi shohona ruletni mendan boshqa hech kim sizga o'rgatmaydi. 5 ta tuxum ustiga 7 osh qoshiq shakarni solib, yaxshilab erimasdan oppoq bo'lgungacha ko'pirtirasiz. 2 osh qoshiq sut va 2 osh qoshiq yog' solib, yana bir mikser qilasiz. Quruq masalliqlarni 2 ga bo'lib solasiz, yaxshilab aralashtirib, pishirish uchun duxovkaga yuborasiz. Pishgandan keyin zubocheskada tekshirib, rulet qilib o'rab qo'yasiz. Eng ideal krem uchun esa muzdagina tvorojniy ustiga moloko solasiz va pazandalar tanlovi bo'lgan Pure Milky'ning aynan 45% qaymog'ini solib, qattiq krem bo'lgungacha ko'pirtirib olasiz. So'ygan ruletimizni ustiga kremimizni bir tekisda surib olamiz va jigaren moloko, ya'ni varyoniy molokoga qovurilgan yer yong'oqqa aralashtirib, bir tekisda qilib qo'yib olasiz. Bu xohishga ko'ra. Videoda ko'rsatilgandek zich qilib rulet qilib o'rab, xolodilnikka 2 soatga yuborasiz va ustini xohishga ko'ra bezatasiz. Ishonavering, bu rulet mehmonlaringizni aniq lol qoldiradi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.